Koreyadagi bir qancha mashhur universitetlarning slogani, ya'ni shiorini tarjima qilib beraman. Birinchisi Seulda, ya'ni Seul universiteti. Dugachoguga bireril muqodin kogeril tiro, qaynaqil pogar. Buni tarjimasi, agar kimdir mamlakat kelajagini so'rasa, boshini ko'tarib qaynaqni ko'rsat. Chunki Seul universiteti Qaynaq tumanida joylashgan. Ikkinchisi Yonze universiteti. Chilliga doiril chayukka harira. Buni tarjimasi haqiqat senlarni ozod qiladi. Uchinchisi Koryoda, ya'ni Koreya universiteti. Doya cholmumi Koreya qorara. Koreyaning doyaga segeril qolganda. Buni tarjimasi sen o'z yoshligingni Koreya universitetiga tik. Koreya universiteti esa senga butun dunyoni beradi. To'rtinchisi Songyungwanda, ya'ni Songyungwan universiteti. 예로부터 나라의 인재는 성균관에 모여왔으니 그대의 머물미 우연이겠는가. Buni tarjimasi qadimdan mamlakatning barcha iste'dodli insonlari Songyungwanga yig'ilgan. Sening bu yerda ekanliging tasodifmi? Beshinchisi Hanyang universiteti. The Engine of Korea, ya'ni Koreyaning dvigateli. Oltinchisi Dongguk universiteti. 역사를 걸으면 동국이 보이고 동국이 걸으면 역사가 된다. Buni tarjimasi tarix bo'ylab yursang Donggukni ko'rasan. Dongguk yursa esa tarix yaratiladi. Yettinchisi Sungshil universiteti. Yoqsaro bireri yonin taq. Buni tarjimasi tarix orqali kelajakni yaratadigan universitet. Yuqoridagi universitetlardan sizga qaysi universitetning shiori ko'proq yoqdi? Kommentda yozib qoldiring.